O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi 2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning 7B ilovasi 35-bandida 2025-yil yakuniga qadar Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida NIT-TECHTEX mas'uliyati cheklangan jamiyat innovatsion korxonasini tashkil etish vazifasi yuklatilgan. Qaror ijrosi yuzasidan poyabzalbop trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasini takomillashtirish asosida poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha NIT-TECHTEX mas'uliyati cheklangan jamiyati o'quv ilmiy ishlab chiqarish innovatsion korxonasi tashkil etildi. Poyabzalbop trikotaj to'qimalari ishlab chiqish va ularni qayta ishlash, tayyor mahsulot holatiga yetkazish texnologik liniyasi sinovdan o'tkazildi. Hozirgi kunda poyabzalbop to'qimalarni olish texnologiyasini takomillashtirish asosida turli assortimentdagi poyabzallarni buyurtmalar asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, buyurtmalar portfeli shakllantirilmoqda. NIT-TECHTEX mas'uliyati cheklangan jamiyati o'quv ilmiy ishlab chiqarish innovatsion korxonasini tashkil etish bo'yicha Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti va mahalliy hamkor korxonalar bilan faoliyatni birgalikda olib borish maqsadida o'zaro kelishuvga erishilganligi natijasida rejalashtirilgan mablag'ni iqtisod qilishga erishildi.